Hormanglar deyman yana. Men bu yangi sasna taxtalar ustakamiz kesib ishlatib turibdilar. Mana davomi. Bizning obyektda xudo xolasa boshlanganidan buyon hali bitta ham va mana davomi. Haligi aytganimizdek, da. Bu podstupennik bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu sasnadan mana yasalib kelinyapti, lesnitsa. Mana shu obyektimizdagi bu yoqdagi obyektimizda уже sesmalarni quyib bo'lishibdi ustakalarimiz, молодцы. Men ham ko'rib xursand bo'lib turibman. Bugun ertalabdan boshqa obyektlarimizda ishlarimiz ko'p bo'lganligi uchun bu yoqqa kelmagan edim. Ну, в целом zo'r dotish. Keng ko'chada fasadi kattagina bo'lgan yangi qurilgan kottejimizni hozir obzorini ko'rsataman. Bismillah. Mana bu yerda ikkita mashinaga joy. Undan tashqari endi qaranglar. Почти 160 kvadratli metr. Mana bu yoq переговорный. Hozir nari yoqdan ham kirib kelamiz. Bu yoqdan ham bitta ko'rsatib ketaman. Mana shu переговорный xona. Kelgan-ketgan mehmon. Domda yashab zerikkan odamlar uchun maxsus kottejimiz. Bu kattagina oshxonasi. Mana bu yerda haligi oshxonadan chiqdik. Biz hozir holda biza. Mana bu yerda kelgan-ketgan qarindoshlar uchun bitta xona, dam olib, yotib, uxlab, kuchga to'lib olishlar. 5 ta eshik, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 3 tasi xona, ikkitasi отдельный санузел bilan отдельный душевой. Mana bu санузел rakinasi bilan. Keyingi xonaga o'tamiz. Kimnidir vaqti yo'q bo'ladigan bo'lsa, qisqacha tezgina obzor qildim. Storieslarga qo'yish uchun. Har bitta xonamizda teplый pol masmamni. Mana oxirgi xonamiz. Uy yaqinda qurilgan, kadastrlari chiqqan, gaz, svet, suvlari, hamma imkoniyat sharoitlari bor. Kirasiz yashaysiz. Mabodo kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, men bilmoqchi edim, mana shunaqa uyni qanchaga olgan bo'lardinglar. Обязательно порядке biz qo'yamiz, narxlarni qo'yamiz, hamma imkoniyatini, sharoitlarini yozib qo'yamiz. Bu sizlarga savol.